bog'bonlar uchun va oddiy uydagi ro'zg'orga foydali bo'ladigan motorlarimiz xoslariga qisqacha obzorini qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, aniq foydali bo'ladi. Shu motorollarimizga 2000 wattli miya motor o'rnatilgan bo'lib, 6 ta 72 amperli toza Xitoy akkumulyatorlar o'rnatilgan. Bu bilan bitta zaryad bilan 60-70 km masofani bemalol bosib o'ta oladi, maksimum 45 km/soatgacha chiqa oladi. Motorollarimizga 180 ga 130 bort o'rnatilgan bo'lib, bemalol 1 tonna yukni ko'tara oladi va bonuslari ham bor. Kaska, ключ-nabor, domkrat va arqa stop va polik hamda zapaska balonni ham qo'shib beramiz. Agar shu motorollarimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Motorollarimizni narxi va qo'shimcha ma'lumotni bilish uchun kommentariyalarda plyus belgisini qoldiring. Vasat Sport, harakatdan to'xtamang.